Shopir ikki sevishgan qalb sohiblarining maktublarini biriga yetkazib turar ekan, Xusrav bundan xabardor bo'lib qoldi. Farhod va Shirin o'zlari kirishib, biron joyga qochib ketishlari mumkinligini, ularni qidirib topishganda ham bu pahlavon yigitni qo'lga olish oson bo'lmasligini o'ylagan Shoh o'ziga otilgan toshni esladi. Farhodning har bir qadamini kuzatib yurish foydasizligini ko'zga yetgan Xusrav va buzruk Umid hiyla o'ylab topishdi. Ayollar ularning huzuriga bir hiylakor kampirni olib kelishdi. Unga bor gapni yashirincha bayon qildilar. Hadsiz hisobsiz mukofotni va'da qilib, Farhod tomon jo'natdilar. Bu makkora bir necha kun mobaynida dasht vodilarni o'tib, Farhodning manzilgohi bo'lgan tog' oldiga yetib bordi. Uni ko'rgan Farhod darrov o'rnidan turib salom berdi-da, bu tomonlarga kirishdan maqsad nima ekanligini so'radi. Kampir: Men el yurtimdan voz kechgan zaif, xastajon bir odamman. 10-15 yildan beri bir xilvat joyda yashab, tavot ibodat bilan mashg'ul edim. Jahondagi biron kishi bilan ishim yo'q. Tangridan o'zga bir kishim ham yo'q edi. Arman mulkidan tinchlik, omonlik bo'lganidek mening holim ham xotirjam edi. Parvez otliq bir shoh kelib, elning tinchligini buzdi. Sen bu haqda eshitgan bo'lsang kerak, elning ahvoli ham, mening hayotim ham o'zgarib ketdi. U yerda tavot ibodat qilish qiyin bo'lib qoldi. Shunda kechiktirmay eldan yiroqroq bir yerda yashay umrim ham oz qoldi. O'lsam o'sha makondagi g'or menda go'r bo'ladi deb o'ylab, bu tomonga yo'l oldim. Tog'da kezib yurib, shu manzilda yoqtirib qoldim. O'zim tog' ichida tirik bo'lsam ham umrimdan qo'limni yuvib qo'yganman. Odamzod vafosiz uni eslashdan foyda yo'q, dedi. Bu so'zlarni eshitgan Farhod xursand bo'lib, uning oldidagi tuproqni keyin oyog'ini o'pdi-da: Vafosizlik jahon ahlining odati. Biron ish seni xafa qilgan ko'rinadi. Arman diyoridagi ahvol tufayli ko'ngling g'ubor topdimi? deb so'radi. Makkora: Ey o'g'lim, gaplaring rost. Mamlakatda omonlik ketib, o'rnini yomonlik egallagan. Mehmonbonu bilan Xusrav yarashib, o'zaro yaqin bo'lib olishdi. Xusrav nikoh ishini oraga solgan edi. Malika ham rozi bo'la qoldi. Katta to'y bo'lib, mamlakat u taxt mas'ala ostida qoldi. Solih odamlar shaharni tark etib, har yoqda zoru sargardon bo'lib yurishdi. Shirin esa juda g'amgin bo'lib, faryod chekib o'zini o'ldirdi. Ba'zilar zahar ichgandir deyishibdi. Uning Farhod degan bir dardman sevgilisi bor ekan. O'sha yigitdan ayrilganiga chiday olmay, uning ishqi bilan bu olamdan ko'zini yumdi. O'lim oldida ham Farhod nomi uning tilida ekan, dedi. Ushbu so'zlarni aytar ekan, og'zidan vodarik degan iboralar to'xtamay chiqadi. Bu afsonani eshitgan Farhodning ko'ksi yuztiq urilganday bo'ldi. Makkora kampirning hiylakorlik bilan aytilgan so'zlarni eshitib, bag'ri pora bo'ldi. Farhod tog' ichida faryod chekib borar ekan, holsizlanib yiqildi. Turishga bir necha bor harakat qildi-yu, har safar yiqilaverdi. So'ng qattiq tosh ustiga talpinib tushib, boshini toshlarga ura boshladi. Ajal ko'ksini pora qilgan bu bechora yigitning ahvolini ko'rib turgan vodiy tog'lari zor yig'ladi. Jismini yaralar qip-qizil gullarni eslatardi. Atrofidagi gullar esa o'tlarga o'xshardi. U Farhod umritiga borayotganini sezgach, otasi bilan onasini ko'z oldiga keltirib, Saboga xitob qildi. Xoqonga, onasiga, Munkaroga, Bahromga, Shopirga salom yo'lladi. Mudhish xabarni eshitgan shahar ahli zor-zor yig'lar ekan, Xusrav ham Shirin ham eshitdi. Shoh o'z raqibidan qutulganligi uchun shod bo'lsa ham, uning taqdirining undan o'ch olishini o'ylab g'am chekardi. Bo'lar ish bo'ldi. Endi suskashlik yarashmaydi, degan qarorga keldi. Mehribonni qoshiga sovchilar jo'natdi. Ular malikaga Xusravning ko'klagiga ko'tarib maqtadilar va nikohga rozilik so'radilar. Mehribon soyadagi ayollar ham Farhodning vafotidan so'ng dushmanlikni davom ettirishdan ko'ra uning aytganlariga ko'nish ma'qulligini ta'kidlashdi. Mazlum Farhod o'limidan xabar topgan, unga onalardek aza ochgan Malika Mehribonu Shirin ahvolini o'ylardi. Jiyanning necha bor zahar ichmoqchi bo'lganini, uning atrofidagi odamlar bilib qolib, unga imkon bermagani, o'zini kuydirmoqchi bo'lganda ham odamlar bunga yo'l qo'ymagani, Malika qo'ygan mulozimlar va kanadiklar doim hushyor turib Shirinning hayotini asrashayotgani unga ayon edi. Shu payt qo'rg'ondagi bor o'zi o'qib tugab, xalq mehribonidan norozi bo'la boshlagan. Mamlakatning eng ulug' kishilari Malikaga elning sillasini qurib, toqqa-toq bo'layotgani, hatto shahar darvozasini dushman qo'shinining ochib berishga tayyor ekanini aytishgan edi. Bu gaplarni eshitgan Mehribonu Shirin oldiga keldi-da, unga xalq ichidagi norozilikni so'zlab berdi.
Shirinning ruxsatini olgan malika Xusrav elchilarga nikoh uchun roziligini aytdi. Lekin qamal paytida qiyinchiliklar, hozirgi issiq kunlar tufayli Shirinning sog'lig'i yaxshi emasligini, shuning uchun biroz xush havo joyda dam olib, o'ziga kelishi lozimligini ham ta'kidladi. Shundan keyin darvozalar ochilib, Xusrav qo'shin shahar ichiga kirdi. Shirin o'z qal'asidan chiqib tog'dagi qasr sari yo'l olar ekan, Xusrav sipohlarining barchasi uni tomosha qilishga chiqqandi. Ularning orasida shahzoda ham bo'lib, otasini uncha yoqtirmas. Xusrav o'z o'g'lining ko'ngliga qaramaganidek, o'g'liga ham shohning fe'l-atvori ma'qul emasdi. Shirin borayotgan Gulgun Gajavaga mahliyo bo'lib boqar ekan, qanday tadbir bilan Shirin visoliga yetishishi mumkinligini o'ylagan shahzoda otasini o'ldirish bilan bu orzusiga erishishga bel bog'ladi. Shunday xayollar bilan o'ziga yaqin kishilarga yashirincha va'dalar berib, Xusravning qarindosh va amaldorlarini ham o'ziga qaratib oldi. Xusravning haddan oshgan zulmidan bezor bo'lgan saroy ahli Shiruyaga qasamyod qilib, Xusravni zindonga tashladilar. Ko'p o'tmay Shiruyaning buyrug'iga ko'ra zolim shoh qatl etildi. Taxtga chiqib, boshiga toj kiygan Shiruya bo'lib o'tgan bu voqeani Mehribonga so'zlab berib, Shiringa o'zi uylanmoqchi ekanini izhor qildi. Malika uning sog'lig'i yomonligini aytib, sog'ayganida o'zi bilganicha ish qilishi mumkinligini ta'kidladi. Johil Shiruya Shiringa maktub yo'lladi. Shiruyaning bu dag'al so'zlaridan g'amga to'lgan Shirin, uni ko'rishdan menga o'lim yaxshiroqdir deb fikr qilar ekan, shoh so'zlarini o'ziga yetkazgan saroy ayoniga duodan so'ng mana bu so'zlarimni unga bayon qil. Qizodan kelgan har bir ishga rozi bo'lmay ilojim yo'q. Xusravni o'ldirish qazo hukmi bo'lsa, sen nima ham qila olarding? Tangridan bergan aql bilan ish tutganda sening so'zlaringga e'tiroz bildirish xato bo'lar edi. Sen meni sevib qolganing kabi menga Farhodning ham ishqa tushganda. Otangning adolatsizligi bilan vafot etgan Farhod barcha ishq ahlining yo'l boshchisi edi. U mening ishqimdagi jonimni qurbon qildi. Undan ayrilib o'zimni chala so'yilgan qushdek his qilyapman. Mening bedorligim uning g'amidandir. Ishqimda o'shandek olam yagonasi ko'z yumdi. Unga aza tutmasam, ko'nglim xotirjam bo'la oladimi? Shuning uchun shoh ruxsat berib, shopir ozod etilsa, unga bir guruh odamni qo'shib jo'natib, Farhodning jasadini shaharga olib kelishsa, men qora kiyim kiyib aza tutsam da o'shanda jonimdan ishq balosidan qutulsam, mening uning azoblaridan, ko'nglimni firog'idan xoli aylaganimdek, so'ng shoh so'zini barchasiga tayyorman. Agar shoh bu ishga rozi bo'lmasa, mening o'limgina topa oladi.